Ko'pchilik menga Koreyaga bormoqchiman, qanday yo'nalishga borsam bo'ladi, opajon, yordam bering deb yozishadi. Shuning uchun kontent orqali hammani xursand qilamiz. Meni o'zimning shaxsiy fikrim, ko'pchilikka men javob bermayman. Bu yo'nalishni o'qing, bu yo'nalishda ko'p pul bo'ladi, bu yo'nalishni o'qing, bu yo'nalishda mashhur bo'lib ketasiz degan narsalar bermayman. Sababi bor. Hozir sizlarga aytaman sababini. O'zimdan gapiramizda va sababini sekin aytib bermoqchiman. Men Koreyaga 2016-yil kelganman. O'sha paytlarda ingliz tilini o'rganib kelish rosa trendda bo'lgan Koreyaga. O'qishga topshirish paytida menga o'qituvchim 3 ta yo'nalish bergan. Biznes yo'nalishi, turizm va computer science. Computer science bilasizlar, programmist, o'sha kompyuter yo'nalishi dasturlar qilasizlar, shunaqa. O'sha paytda men so'raganman, dizayner yo'nalishi bormi desam, yo'q deyishgan. Dizayner yo'nalishlari faqat koreys tilini bilganlar uchun bo'lgan. Shuning uchun computer science'ni tanlashga majbur bo'lganman. O'ylaganmanki, hunar, kompyuterni bilsam, bitirgandan keyin yaxshi bo'laman. Hech bo'lmasa kompyuterni yaxshi ishlataman deb o'ylab kirganman. Dasturchilikligini men umuman hayolimga keltirmaganman. O'qishga kirib, kelsam, programma yozishyapti, kodlar yozishyapti. Kod haqida hech narsani tushunmayman. Xullas, qiynalganman. Hozir endi dasturchi bo'lib ishlayman-ku. Muzikali maktablarga borib, qo'shiq aytib yurib, dizayn, san'at, shunaqa narsalarga qiziqqan odam kompyuterga, matematika, oliy matematika yo'nalishiga kirib qolsa ancha qiynaladi. Yo'nalish topayotganda qiziqishingizga qarang. Boshqa odamdan men nimani o'qishimni maslahat berasan deyishdan oldin o'zingizni eshiting, o'zingizdan so'rang. Senga nimalar yoqadi? Senga kompyuter yoqadimi? Qo'shiq aytish yoqadimi? Kino ko'rish yoqadimi? Va o'sha qiziqqan kasblaringizni har bittasini ishlayotgan odamlardan hozir imkoniyatlar ko'p. YouTube'larda ko'pchilik o'zini ishini, tajribasini, yaxshi yomon tomonlarini aytib chiqishadi. Shunaqalarni ko'rib, hozir ancha bemalol bilib olsangiz bo'ladi. Qaysi ishda qanaqa qiyinchiligi bor? Tayyormisiz shunaqa qiyinchiliklarga? Agar yo'nalishingizni tanlamayotgan bo'lsangiz, kechroq o'qishga kirsangiz ham qachondir kirasiz, lekin to'g'ri yo'nalishga kirasiz. Hech qachon shoshilib xato qilib qo'ymang. Meni holatimda, xudoga shukr, menga o'zim ishim yoqadi. Menda prosta vaqtlar bo'ladi-da, orada o'ylab qolaman. Agar o'sha paytda menda ko'proq variant bo'lganda, dizayner sohasi bo'lgan dizaynerga kelarmidim? Bu meni tanlovimmi yoki meni qo'limda bor variantlar xolosmidi degan narsa kelib qoladi. Lekin agar vaqtni orqaga qaytarganda ozroq kutardim. Chunki hammani o'zini fantaziyasi bo'ladi, o'zini ishiga kelganda. Albatta menga ishim yoqadi, xursandman. Lekin shu o'zimga yoqqan, qiladigan ishlarni o'zimga hozirgi kunlarda hobbi qilib olganman. Misol uchun, pianino oldim yaqinda. Tikuv mashinasi ham olmoqchiman. Studentlar, yoshlar, ko'zingizni katta oching. Xullas, studentlar dangal gapi gapiradigan bo'lsam, hammani eshitmanglar. Ozginaga telefonni o'chirib qo'yinglar-da. O'tiringlar o'zlaring bilan. O'zlaring bilan gaplasha olmasanglar, yozinglar. O'zlaring orzu qilgan hayotda. Yozsanglar, ichidan nimadir chiqadi sizlarga yoqqan shu. Qaydandir nimadir sizlarni tortadi o'sha o'ziga. Kasb haqida gapiryapmiz. Kasb. Xullas, o'qishlaringiz omad, Koreyada kutib qolamiz. Kelaveringlar.